Assalomu alaykum, universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan ajoyib bulchkalarni o'rganamiz. Birinchi bo'lib shakar, tuz, issiq suv, sut, tuxum hamda drojani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Oppoq unlarni elakdan o'tkazib, yumshoqqina xamir qoramiz va xona haroratidagi sariyog'ni qo'shib yuboramiz. Zuvala shakliga keltirgach, xamirni oshirmasdan 10 ta teng qismga bo'lamiz va 5 minut tindiramiz. Sifatli 82% Belarus sariyog'ini olib eritishga qo'yamiz. Bu bilan yana ham bulchkamiz mazali chiqadi. Xamirlarni hammasini kichiklaganchadek qilib yoyib olamiz va orasiga eritilgan sariyog'ni ketma-ketlikda quyib chiqamiz. Hamma yoygan xamirlarni bittalaganga ustma-ust taxlab olishimiz kerak bo'ladi. Eng ustiga ham sariyog' surib, salofan paket yopamiz va 10 minut tindiramiz. 10 minut tingandan so'ng qo'limiz bilan osongina yoyiladi. Ozgina kattaroq qilib yoygach, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib lentachalarga bo'lib chiqamiz. Kichkina juva yoki o'qlovchi yordamida xuddi shunaqa qilib qo'limiz bilan yoyib, ichiga krem chiz yoki varenyay moloko sursanglar bo'ladi. Yoki umuman nachinka solmasangiz ham bo'ladi. U holatda ham juda ham zo'r chiqadi. Endi tugib olgan bulchkani listga qo'yib 1 soat issiq joyda oshiramiz va yaxshigina ishgach, ustiga tuxum surib, qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Bu bulchkalarimiz duxovkada yana 2 baravar oshib, juda ham yumshoq va mazali bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham xuddi shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Paxtadek yumshoqqina bo'ladi. 2-3 kun tursa ham umuman qotmaydigan bulchkalar sirasiga kiradi. Bu bulchkani albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Xamirlarning yumshoqligini qaranglar. Yoqimli ishtaha.